8-qism. Tig'ma-tig' chelishda yengilmas bo'g'ra. Qilichin urar ul yog'ig'i to'g'ra. Tumanning chiriklar uron to'g'lisa, jangohda yonrig'oy sunoyu nog'ra. Birinchi bob. Samarqandni elish. 8-qism. Bir yil keyin. Yilon yili. Atiyos pasli. Samarqandning 10 chaqirimcha sharqida, peshonasida davlat tog'i yalpildab turgan tushkin oldida Sutuq Bug'raxon mengib yuratdi. Kun terak bo'yi ko'tarildi. U teg'in noshta qilmadi. U mang'aj, pot-pot o'ng tarafdagi yo'lga qarab, kimnidir kutatdi. U bugun sahar kun chiqmasdan ilgari qopib ketgan. Ruhliq tetik, lekin kayfiyati jiddiy edi. Sol yoq beg'irdan Qutlug' Subashi kelib salom berdi. Keling Subashi. Qarang, o'tiq ko'rinmaydi. Atigan boraman debdigan-ku. Kelar vaqti bo'lib qoldi. Orliq xeyli yiroq. Aylanib yurishga to'g'ri keladi. Shundoq, aylanib menish kerak. Subashi, yana bir kecha o'tdi. Yog'i hajab harakat qilmaydi-ku. Ular bir narsani kutayotgan bo'lsa kerak. Pamimcha, yog'i qo'g'dinishga tayyorlik qilayotgan o'xshaydi. Mansurning qo'g'dinishdan boshqa iloji qolmadi edi. Onun holi xarob. Qopqonga tushgan tulkiga o'xshaydi. Lekin u jon achchig'ida itilib chiqishi mumkin. Arkan, berib yo'lga qarab yiqinga, dedi Bug'raxon tushkundan chiqayotgan Arkinga. Shundoq, yirtqich osonlikcha bo'y bermaydi. Ishqilib, jang oxirilishib qoldi. Samarqand elinsa, Mansurning taqdiri hal bo'ladi. Samarqandni elish osonga tushmaydigan o'xshaydi. U o'sidagi tulkini o'rishtas. Iloj bor, ozroq chiqim bo'lsa-mu, uni aplab, tortib chiqarish kerak edi. Ani kirishdi, dedi Arkin o'ng tarafga do'ng ustida o'ng qo'lini peshonasiga qo'yib turib. Keldi. Ular yetib keldi. Yuring Subashi. Bo'ladi. Bug'raxon oldirab mangan edi, otliqlar ko'rindi. Bir to'p otliqlar oldida olib Arslan. Ularni boshlab kelgan bo'z yigit Chabar Subashi keladi. Arslan otdan sakrab tushib, Bug'raxonning oldiga ildam bordi. Bug'raxon qo'llarini kang ichib Arslonni quchoqladi. Keyin uning ikki mursidan tutib turib siyoqaga tikildi. Do'stim Arslan, omon keldingiz. Qarang, ayrilig'imizga uzoq bo'lmasmi? Bak sig'indim sizni. Men bak sig'indim. Xatarlik safarlardan keyin. Chabar Subashi, dedi Bug'raxon uning bilan quchoqlashib ko'rishib. Qiynaldingiz, harmig'aysiz. Ulug' xondoligimizning sharifi uchun o'zlari yaxshi turiblar. Ular manga so'zlashdi. Ali uchun ulug' Bug'raxonning omonlik kerak, dedi Arslan. Hammaga omonlik kerak. Biroq Bug'raxon deganingizni qarang. Biz o'rdida taxt ustida emas-ku. Bir vaqtlarda meni Sutuq tekin deb ataydingiz-ku. Hozir siz o'choqdagi bola xon o'g'li emas-da. Yana xon o'g'il bangbash Sutuqdan. Xo'p, Qutlug'bek o'xshashla arziyat chekdi. Arslan, Chabarbay, Qutlug'bek ham Arkin bilan ko'rishdi. Mana qaranglar. Samarqand minglab chaqirim yo'l besib kelgan mehmonlarni to'sib, bu orzuliq shaharga kirgizmayotidi, dedi kulimsirab Bug'raxon.
va shahar sepili teshida aron ko'rinib turgan qator sap bo'lib turgan yog'iychiliklarni ko'rsatdi. Bizning yigitlarimiz kutib turmoqda. Kirgizmisi iloji yo'q. O'rib kirishga to'g'ri keladi. Arslon bilan Chabarbek shahar va shahar sirtig'i sap soldi. Yiroqda Samarqand. Uning sepili ustida oq-qora tog' alamlar, ham ko'rinmay nayzilikchiliklar turadi. Sepil tashqarisida qat-qat yog'iychiliklari. Piyoda, otliq, yana piyoda uzun sap bo'lib tizilgan. Bu yerda turgan yog'iychiliklarning alamlarini, otlarini, nayza, qilich va kiyimlarini ko'rgilimi bo'lmaydi. Mo'lcharcha 30 ming kishi. Bular yog'iyning qo'g'dar qo'shini bo'lsa kerak. Tushundirdi Chabar Subashi. Sepilda siz yoqda shaharning g'arb va janub taraflaridami cheriklari oz emas o'xshaydi. Arslon yog'iy qo'shinining 2 chaqirimcha berisida piyoda, otliq ularga qarshi tig'mi-tig' sanjoq turgan o'z qo'shiniga qarab zo'qlandi. Qo'shin boshlarida yalpildigan bug'ra qo'shin alamlarini ko'rganda o'zida bir xil mag'rurlik sezdi. Tushkunning o'ng-so'l tarafida 2 qanot qo'shin, orqada yiroqroqda tayyorlik qo'shin turadi. Ko'rdingizmi? Jang oldidagi surlik ko'rinish, ham ko'ngillik, ham ko'ngilsiz ko'rinish, dedi Bug'raxon. Yog'ini yo'qotish ko'ngillik, qon to'kilishi ko'ngilsiz. Amal qancha? Jiqra qon to'kilishining oldini olish uchun ozroq qon to'kmay bo'lmaydi. Shundoq, biz bergan qonlardan gul unib chiqqay, dedi Arslon Bug'raxonning so'zini quvvatlab. Yuringlar, ichkariga kiraylik. Bug'raxon ularni boshlab kirib, dasturxonga taklif qildi. Qani, o'ltiringlar. Birga noshta qilaylik. Texnichi noshta qilmabdi-da. Hayron bo'ldi Arslon. Do'stlar bilan birga yegan tomoq lazzatli bo'ladi-da. Noshtadan keyin ular Samarqandni ilish urushi to'g'risida maslahatlashdi. Maslahatga 2 suboshining oyg'uchlari, tuman boshilari qatnashdi. Olib Arslon o'zining sapridan, Shoshning ahvolidan ma'lumot berdi. U Shoshqa Mazamxonning amir ham lashkar boshi qilib belgilanganligini, Mazamxonning va Shosh o'lima yurt mo'tvarlarining Bug'raxonga salom etganligini so'zlab, ular o'zlariga mana bu xatni avatdi, deb bir cho'ng lipopiga silingan xatni topshirdi. Lipopi ustiga Ulug' Sulton Sutuq Bug'raxonga shoshliqlarning qalb solimi deb arab yozig'ida xat yozilgan edi. Bug'raxon xatni ichib ko'zdan kechirdi va kulimsirab xatni bo'z yigitga berdi. Uningdan keyin olib Arslon Samarqandni ilish urushi to'g'risida o'zining o'ylaganlarini aytdi. Boshqalarmi ilgaki janglarning tajriba savoqlariga asosan o'z fikrlarini o'ttirg'a qo'ydi. Uzoq maslahatlashgandan keyin Bug'raxon mundoq dedi. Bosh bahorda Qashqardan chiqqan edik. Kech kuzda Samarqandning bosog'isini tuyiga keldik. Yurishimizni o'ylasak, birinchi yo'lda 3000 chaqirimcha, ikkinchi yo'lda 4000 chaqirimcha yo'l besibdimiz. Birinchi yo'lda O'sh, O'zgan, Farg'ona, Qo'qand. Ikkinchi yo'lda Maylisoy, O'zgan, Namangan. Shoshda 8 qitim jang qilibdimiz. Ko'rdinglarmi? 2 yo'lni qo'shganda 6000 chaqirimdan ortiq safar. 8 qitimlik cho'ng kichik janglar bo'pti. Uzoq safar, cho'ng elishish, ulug' yurishni boshdan kechirish jarayonida 2 tumanda kishilarimiz shahid bo'ldi. Lekin
cheriklarimizning soni azaymadi. O yerlik qo'shinlar bilan ko'payib turdi. Yigitlarimiz, boshchilarimiz boturlik bilan jang qildi. Xalq bizni qarshi oldi va yordam berdi. Bu ulug' yurish. Haqiqatan ulug' yurish. Utuq cho'ng. Biroq texi bu oxirgi utuq emas. Yog'ini o'zini yemirish oldimizda turibdi. Bu ishni utuqliq tugutishimizga ishonsak bo'ladi. Bug'roqxon bir oz to'xtab elib so'zini davom qildi. O'zingni ar bilsang, o'zgini sher bil debdigan xalq maqolasida. Biz hargizmo bilimizni bo'shashtirmaylik. Bug'roqxon yo'ldoshlarining fikriga asoslanib, o'zining Samarqandni elish rejasini o'ttirg'a qo'ydi. Samarqandni elish, shaharni, shahar xalqini omon saqlash, yog'ini shahar teshig'i tortib chiqib urish, bo'lsa qamab bo'ysundirish. Mushu bosh reja bo'yicha bir yoqdan urushib, bir yoqdan qamalga elish jangini boshlash qaror qilindi. Butkul jangga Bug'roqxonning oliy o'rinlashtirishini asos qilgan holda Olib Arslan boshchilik qiladigan bo'ldi. Sharq sapga Qutlug' Suboshi, shimoliy sapga Chabar Suboshi boshchilik qilish, g'arbiy sapni Abu Aliga, janubiy sapni Sibiq Tekinga qoldirish. Ikki yoqdan Qutlug'bay bilan Chabar ularga yordamlashish kerak deb belgilandi. Abu Ali at keladi. Sibiq Tekin bir necha kun kechikishi mumkin. U yo'lda jang qilmoqda, dedi Bug'roqxon so'zining oxirida. Bugun tushdan keyin yog'iga al bo'lib, bo'ysunishga talab qo'yib, uningga ko'nmasa jangni boshlayli. Arslan mushiyada turib, jangga boshchilik qilsin. Boshqa suboshilar darhol o'z o'rninglarga beringlar. Boshqalar ketgandan keyin Bug'roqxon Arslan bilan Mansurga avatiladigan al qilish talabini tayyorladi va jang boshlashning tafsiliy o'rinlashtirilishini muzokara qildi. Kun qayrilib peshin bo'lganda jangga tayyorlik qilish koniga chelindi. Yog'iy tarafmu harakatlanib qoldi. Bug'roqxon Arslan bilan tushkun oldiga chiqib, orqish qo'shinining boshlig'ini qishqardi. Arslan otliq tayyor turgan boshliqqa bir lipopli xatni berib, "Mansurning o'z qo'liga topshiring, javobini elib qayting", dedi. Boshliq etini burab yurib ketdi. Havo o'choq, kech kuzning illiq kunlari. Qator sap bo'lib tizilgan qatmuqat bug'ra qo'shini qilish nayzlarini qo'liga elib, o'qyolarini batlab jangga tayyor turadi. Ular etini yo'ritib ketib borgan yolg'iz otliq orqu boshliqiga tikilishadi. Hamma yoq jimjit. Dahshatli qonli qo'g'oning oldidagi jimjitlik kishilarning ko'nglini azoblaydi. Ana, orqu boshliqi bug'ra qo'shinining saplaridan o'tdi. U qo'lidagi lipopini egiz ko'tarib, so'zsiz ilgirladi. Yog'iy sepimo jimjit. Cheriklari andichi bilan orqu boshliqqa qarashadi. Mansur sepil ustidagi ravoqda cho'ng o'rindiqda o'ltirib, diqqat bilan ahvolni kuzatmoqda edi. U sapning oldidagi cheriklarning orqu boshliqni to'sig'anligini ko'rib, o'tkazib etishga buyruq qildi. Orqu boshliq sepil qovuqiga qarab keldi. Ana u sepil ustida Mansurning yenida paydo bo'ldi. U qo'lidagi lipopini Mansurga so'zdi. Mansur elib, kotibiga berib, o'qitib angladi. Xatda mundoq deb yozilgan edi. Mansur shohqa, biz Allohning irodasi bilan va alning xohishi bo'yicha jangga otlangan.
Biz aslida qon to'kilishni xohlamaymiz. Bizning bu yoqqa kelishimizga siz haydakchi bo'ldingiz. Sizning butkul cheriklaringiz bilan bizga al bo'lishingizni talab qilamiz. Bundaq bo'lmasa, o'z o'g'lingiz o'zingizga. Qaraxoniylar xondonligining xoni Sutuqpo'g'raxon. Mansur xatni anglab, chochirab qo'pib ketdi va tishlarini g'o'chirlatib, ravaqda ikki oylinib to'xtadi. Keyin kotibiga bir nimalarni dedi. Kotibi uning deganlarini qog'ozga yezib, orqo boshliqqa topshirdi. Orqo boshliq xatni ilib sepildan tushdi. Ana, orqo boshliq ikki taraf qo'shini orliqidagi bo'sh maydonda etini yo'ritib kelyotdi. Uningga qarab jim turgan kishilarning har birisida bir xiyol. U ilib borgan xatda nimalar putilgandi? Mansur qandoq javob berdi ekan? Endi nima bo'lar? Yoki al bo'lish, yo urush, yo o'lim, yo ko'rim. Ikkisining biri bo'ladi. Mansur bu hiylagar ham johil tulki. Al bo'lishi qiyin. Undoq bo'lsa, urush bo'ladi. Urush bo'lish ehtimoli cho'ng. Bu tep-tinch maydon birdamdan keyin qonga bo'yalmaydi deb kim aytolaydi? Bu boshlarning qaysi yerga do'milab, qaysi saqalarkin tam. Nima degan dahshatlik. Orqu boshliq qaytib kelib, Mansurxonning javob qaytini tushkun oldida Arslan bilan otliq kutib turgan Bug'raxonga topshirdi. Mansurning javob qaytida mundoq yezilibdi. Sutuqpo'g'ra, Samoniylar al bo'lish deganini bilmaydi. Sen al bo'lishing kerak. Undoq bo'lmasa, Samarqand bo'sug'isida qonga melinasan. Mard bo'lsang maydonga chiq. Mening qilichimning ta'mini tetib ko'r. Samoniylar podshohi Nuh ikki Mansur. Sutuqpo'g'raxon xatni o'qib bo'lib Arslonga berdi-da, o'zi cho'nqur o'ylab qoldi. Arslan va boshqa do'stlari uningga tikilib qarab turadi. Mansurning talabini rad qilish nomardlik bo'ladi, dedi u jiddiy, yiroqqa tikilib. Berishqi bo'lmaydi. Bu tavakkulchilikni qilmaslik kerak, dedi Arslan keskin. Bo'lmas qandoq qilamiz? Hujum bilan javob beramiz. Dedim-g'o, nomardlik bo'ladi. U bizga shoh berdi. Mat qilmoqchi. Bizmi shoh bilan javob beraylik. Mansurmi Bug'ra qilichining ta'mini tetib boqsin. Arslan Bug'raxonning qat'iy ham ishonchli so'zlariga ham xotirjamligiga qarab mag'rurlandi. Lekin ansirash uning yuragini siqib turadi. Nomardlik bo'larmi? Shundoq ham qo'rqinchoqlik bo'ladi. Bizga nomardlik, qo'rqinchoqlik ravo emas. Urush qonsiz bo'lmaydi. Biz bir utuq bilanla hisobsiz qon to'kilishning oldini olarmiz balki. Mansur nomardlik qilishi turgan gap, dedi Qutlug' Subosh. Boshqamiz boraylik. Men boray. Yo'q, men boray, dedi Arslan qat'iy. Men boraman, dedi Chabir Suboshi maydisiga urib. Bo'lmaydi, adashlar. Mansur meni qishqardi. Shunga men berishim kerak. Men ketdim. Do'stim Arslan. Agarda siz tayyor turing. Arslan qilichini avval yong'oq so'zdi. Keyin beshidan egiz ko'tardi. Arslanning bu cherikchi solimi shundoq chaqqan va surlik bo'ldiki,
Bug'raxon va uning yinida turgan do'stlarining tallari jo'g'ildab ketdi. Sodiq G'ulom bilan Qovul ko'z yoshlarini surtdi. Bu Arzlonning odatdagi cherik solimi emas. O'zining oliy qo'mondoniga, Qaraxoniylar xondonligining bug'rasiga, qahramon inoq do'stiga qasamyod qilishi edi. Qovul, qilichingni mangba, dedi Sutuq va o'zining qilichini uning qilichi bilan almashtirdi. Qilichning bisini peshonasiga qo'yib, "Aman odashlar", dedi-da, qilichini yontu tutib, etining beshini burab mangdi. Orqasidan Arkin, Qovul boshliq 10 nafar tayanch qarovchilari qator bo'lib mangdi. Butkul qo'shin ulug' Xoqoniga hayojon bilan qarashatdi. Xon yo'l ichib hurmat bildirib turgan cheriklar orasidan o'tib maydonga kirdi. U yog'iy tarafga qarab ilgirlamaydi. Butkul maydon hayojonda. Jimjit, surlik edi. U yoqdagi yog'iy sepidan Mansur orqasida 10 nachi yasovullar bilan chiqib keldi. Ana, ikki xon maydonning o'ttirsig'i kelib, yuzma-yuz to'xtadi. Mansur ot ustida qilichini yontuv tutgan. Uning org'imiqi tipirlab turadi. Bug'raxonning tajribalik oq org'imiqi bo'lsa, egisiga "Men bor, g'am yema" degandek qilib xotirjam turadi. Ikki xon tangli qilichlarini yuqori ko'tarib, peshonlariga qo'ydi-da, ondan shart qilib bir-biriga to'g'riladi. Qilichvozlik boshlanib ketdi. Ulardan 10-15 quloch orqasida qaroqchilari, yasovullari yalan qilichlarini poyniki bilan dolisiga qo'yib, otliq turishadi. Oq-qora ikki arg'umoq dastlab yavaşroq bo'lib, o'ng-so'lga buraldi. Keyin pirqirashqa, oldi putlarini ko'tarib cho'rgilashga boshladi. Qilichvozlik qizib ketdi. Bug'raxon ot ustida u yoqqa, bu yoqqa tashlanib, chabdasi bilan qilich o'ynatdi. Ikki yoqdagi sheriklar bak hayojon bilan bularni ko'zi tatdi. O'z xoni ustun bo'lganda xush bo'lish, qarshi taraf ustun bo'lsa, ansirash kayfiyati bir ko'tarilib, bir tushib turadi. Qilichvozlik avjiga chiqdi. Qilichlarning chang'ildab urilgan ovozlari, otlarning kishnashlari anglanib turadi. Bug'raxonning tovandan yuqoriga urgan qilichi bilan Mansurning qilichi uchib ketdi. Bug'raxon oldirmay qilichi bilan yerdagi qilichning tutqichidan ilib, qo'rqib, o'duqib turgan Mansurga tashlab berdi. Qilichvozlik yana boshlandi. Bir kamda Mansur etini o'ynatib kelib, Bug'raxonga qilich urgan edi. Qilichning uchi Bug'raxonning belikini tilib etdi. Bug'raxon qon eqib turgan belikiga qarab qo'yib, otning tizginini tortib, bekiniga tepib qo'yib etdi. Oq arg'umoq oldi oyoqlarini egiz ko'tarib, qattiq kishnidi va oldiga irg'idi. Bug'raxon otning irg'ishi bilan tang qilichini aylantirib urgan edi. Tavarrik Farg'ona qilichi Mansurning qilichini o'ttirdan ikkiga bo'lib etdi. Bosh aylantirib, o'ngga pas urilgan qilich berib, qora arg'umoqning beqinini yerib etdi. Mansur oldi oyoqlari ko'tarilgan eti bilan mullaq etib yerga do'moladi. Orqasidagi yasovullar kelib, Mansurni daldiga oldi va Bug'raxonga etildi. Bug'raxonning qaroqchilari darhol kelib, xonni qo'g'dab, yasovullarni chekindirdi. Ular qilichlashib ketdi. Mansurning birinchi sepidagi cheriklari bir boshliqning boshlamchiligida bostirib keldi. Arslanning sharti bilan bu tarafdami jang do'mboqlari va konaylari chelindi. Sap kaynida "Urro!" degan
hayvatlik ovoz ko'tarilishi bilan birinchi sap qo'shin ilgirladi. Umumiy jang boshlanib ketdi. Bug'raxon oldi oyoqlarini ko'tarib tik turgan oq arg'umoqning bo'yniga olqini bilan urib qo'yib, jinining bericha urro deb varqirab, hujumga o'tgan qo'shinga zo'q bilan qarab turadi. Arslan kelib, uni orqaga boshlab ketdi. Arslan jangga boshchilik qilmoqda. Sutuq Bug'raxon tushkuni oldida ot ustida jangni ko'zatmaydi. Aralashma jang davom qilmoqda edi. Maydondan to'pcham ko'tarilmaydi. Otlarning kishnashlari, odamlarning varqirashlari, nayzi qilich, qalqonlarning urinishlari anglanmoqda. Ikki yoqdan chilingan doqudumboq, kanoy sunoy ovozlari borgancha avjiga ko'tarilmaydi. Boshlar, tallar do'milamoqda. Qonlar oqmoqda. Jang maydoniga kayni-kaynidan kuch qo'shilib turmoqda. Ikki tarafning ikkinchi saplari jangga kirdi. Uchinchi sap qo'zg'almay turdi. Lekin orqadan otliqlar qo'shilib turdi. Jang maydoni go'yo borgancha ulg'ayotgan odamlar dengiziga o'xshash davol qo'ydi. Qon yedi ko'tarilib turgan bu qahrlik dengiz dahshat bilan hurkirab qirg'oqlarga uriladi. Kashki quyosh qizil sho'lisini chechib ufqqa mo'kmaydi. Uning kimni muboraklab, kimga nafrat yog'dirganligini, kimga tantana, kimga ta'ziya bildirib ketib borganligini belgili bo'lmaydi. Ishqilib u jahonga, Samarqandga, qonliq jang maydoniga qorong'u soyisini tashlab qo'yib, o'zi bo'lsa ko'zini qisib, ufq orasiga yoshirinmoqda edi. Bulutdek uchib yurgan chang orasidan qaraganda quyosh nagola ko'rinadi. Uning ati sharqdan ko'tarilganda bu dahshatlik manzarani ko'rishni xohlamaydiganligi bilinib turadi. Bug'raxon jang maydonidan ko'z olmay ko'zitib turadi. U chiroyini purishtirib, bog'langan biligini tutib qo'yadi. Uning chiroyidan nagolalik chiqib turadi. Ras. Borgancha yuragi chungroq siqilishga boshladi. Dahshat, o'lim, qon. Kim bo'lsa bo'lsin, odamlar o'lmaydi. Odam qonlari to'kilmaydi. Bolaning dunyoga kelishi, o'sib yetilishi, bo'libmi jang qila oladigan bo'lib o'sishi oson gap emasdi. Bug'raxon oqqan peshona tarlarini ertib Arslonga dedi. Qon to'kilishni oyoqlashtirish kerak. Kuch avtop, qarang'i tushdan ilgari yog'ini o'ziga tiqitish kerak. Buyruq qiling. Arslon o'ng qo'lini kaskin yuqori ko'tardi. Ayol o'tmay, orqasida ikki qanotda tayyor turgan qo'shin qilichlarini yalangdab, urro deb jang maydoniga oz soldi. Birinchi sap oldiga itildi. Qattiq silkinib, dahshat bilan oldiga siljigan bu qudratli kuch yog'iy kuchini kayniga chekintirdi. Yog'iy qo'shini sepil tarafga qarab qaytishga boshladi. Boyadan beri jangni ko'zitib turgan Mansur sepil ravuqidan tushib ketdi. Qorong'i tushganda sepil qovuqlari taqilib, qovuqlar oldidagi xandakning ko'riga ko'tarildi. Jang to'xtadi. Maydon jimidi. Tun qorong'usining ko'ngilsiz qo'ynida Samarqand shuk bo'lib qoldi. U muyda otamdi. Uxlab qoldimi? Ya bo'lmasa, ati tong oldidagi texmi cho'ng dahshatni,
dahshatlardan keyinki tong yo'rqini o'ylab o'tamdi. Bunisini bilib bo'lmaydi. Bugun kecha jim o'tdi. Atsi Mansurga bir xushluq, ikki qopiliq bo'ldi. Xushluq Xorasondan kelmoqchi bo'lgan yordamchi cherikdan 30 ming kishi yetib keldi. Qopiliq biri bu cheriklarni qo'g'lab Sibiq tekinma keldida shaharning janubiy tarafini egallab oldi. Buxorodan Abu Ali yetib keldi. Umu shaharning shimoliy tarafini egallab oldi. Shunda qilib Samarqand chambirak ichiga kirib qoldi. Mansurning beshiga tog' yiqildi. Endi ish chatoq. Toshqir bilan aloq qilishga bo'lmaydi. O'ri bilish uzoq davom qilsa, qo'rsoqni qanday qilish kerak? Bug'ra qo'shin qarab turavermaydi. Oxiri shaharga bostirib kirdi. Amscho Qashqardagi yerdan ovora bo'lib kelib, bo'ldilar deb qaytib ketadimi? To'g'ri degan. Mansur endi yo ilishib o'lib degash, yoki el bo'l. El bo'lish hech ajab qiyin so'zgan. Yo prem, Xudo saqlasin. El bo'lib hayot qolgandan o'lganing yaxshi emasmi? Mengo bir nima qilib nimalarni o'ylayapman. Yo'g'iga bo'sh kelmayman. Bug'ralarni Samarqand bu so'g'isida tunjuqtirman. Ular yo'g'onchilik qilib kelganlariga pushaymon yeb qoladi o'tixi. Yordamchi kuch keldi. Shahardan chiqib, yana bir qaytim urinib yiqish kerak. Bug'ralar qo'rqqanidan tikib vassa balkim. Shundoq bo'lmaydi. Samoni o'g'illarga kimmi bavo keladi son? O'ylab Mansurga jon kirib qoldi bo'lg'ay. O'rnidan erg'ib qopib ketdi. Sardor vazirlarni chaqirib, kuchimiz ulg'aydi. Sharqqa qo'voqdan chiqib, bug'ralarning adibi berilsin. Sardor, chopsan hozir bo'ling. Bugun yog'ini chekindirish kerak. Deb vorqirdi. Vazir Sardorlar o'ylanib qoldi. Farmonlarni ijro qilishga tayyorman, janobi oliylari, dedi Sardor. Shundoq bo'lsa-mo, samillarga silib qo'yishga jur'at qilamanki, bug'ra qo'shonini tavritish oson emas. Avval chambarakning ojiz halqasini uzish kerak. Bu nima deganingiz? Sardor avval Abu Ali bilan Sibiqni urib yondirish kerak demakchi, dedi bosh vazir. Mana bu dono fikr. Ojiz halqini uzish. Mayli, bo'ladi. O'zinglar, chopsan o'zinglar. Ondan ikki yondan o'rab bug'rani. Sardor, chopsan bo'ling, chopsan. Bugunla bo'lmas. Tayyorlik qilish kerak. Yordamchi cheriklar yo'l bo'yi urush berib keldi, dedi Sardor. Amisi qachon? 3 kundan keyin. To'g'ri. 3 kundan keyin. Ya'ni indilliqqa Sardorning taklifi to'g'ri, podshohi olam, dedi bosh vazir. Va o'z-o'ziga, butkul eldan ayrilib Samarqand ichida qolib yotgan ahmoqni podshohi olam deganim nimasi? deb ichidan kuldi u. Ang'ochi bug'ralar shaharga biz kirmasmi? Stuq bug'ra bizni o'rab el qilmoqchi. Bu yaqin orada besib kirmaydi, dedi bosh vazir. U so'zining aplashmaganligini sezib qo'shib qo'ydi.
Bug'rolar poytaxtimizga bezib kirolmaydi, shohim. Shundoq. Mayli, sizlar degancha bo'lsin. Mansur qo'pib, jiddiy bir ish kutib turgandek, ildam ishkirimandi. Lekin nimishqa bundoq oldirayotganligini o'zimi bilmaydi. U xos uyga kiribmi, o'ng ta'tir pirqirashqa boshladi. 3 kundan keyin g'arbiy va shimoliy qovuq to'yuqsiz echilib, Abu Ali bilan Sibuq tekinga tang hujum boshlandi. Deganda yog'iy cheriklari o'zidan ojizroq bo'lgan Buxoro va G'azni qo'shinlarini oldirtib qo'ydi. Ularni 1-2 chaqirim chekindirdi. Keyin ikki qo'shin o'zini ro'stib elib, yog'iyni to'sib, tirkishib jang qildi. Lekin yog'iy qo'shinining besimi cho'ng edi. Olib Arslanning buyrug'i bilan Abu Ali ham Sibuq tekin sepining orqasiga o'rinlashtirib qo'yilgan qutluq qo'shin bilan Chabar qo'shinining qismlari yordamga keldi. Qadash qo'shinlar birlikda hujumga o'tib, yog'iy qo'shinlarni qaytardi va yana o'vsiga tiqdi. Samarqand muasirda qoldi. Chambirak buzg'uchi qo'shin oralab o'vsidan chiqishga urinib baqdi. Lekin mush yeb beshini tortishga majbur bo'ldi. Bug'ra qo'shin Sutuq Bug'raxonning shaharni saqlash, xalqni qo'g'dash, al qilish siyosati bo'yicha o'rab yetiverdi. Bug'raxon bir necha qitim Mansurning al bo'lishini talab qildi. Mansur joyillik bilan rad qildi. Shahar ichida qiyinchiliklar kuchaydi. Muhimi, yemak-ichmak borgan sari ozaydi. Quduqlardan suv yaxshi chiqmaydigan bo'lib qoldi. Ochliq ozaydi. Qo'y-kolalar so'yilib tugidi. Cheriklar otlarni so'yib yeyishga boshladi. Qiyinchiliklar ko'payavergan sari tortquliq yana fuqarolarga, cheriklarning beshig'i tushadi. Bug'raxon cherik kengashi chaqirib maslahatlashdi. Oxirgi talabni qo'yish, bo'lmasa hujum qilish kerak deb qaror qilindi. Bugun tushdan keyin berilgan oxirgi talabni Mansur yana rad qildi. Bug'raxon kechqurun Olib Arslan ham yuqori cherik amaldorlar bilan bosh qo'shib, ati kun chiqish bilan tang butkul sap bo'yicha yog'iyga hujum qilish qarorini chiqardi. Qo'shin kechacha oldirash tayyorlik qildi. Atisi kun chiqishi bilan hamma sapda jang konoylari chelindi. Konoy dumboqlari ovozi yangradi. Butkul chambarak sepi bo'yicha hujum boshlandi. Bir oylik jimliqdan keyin to'yuqsiz ko'tarilgan bu hayvatlik jang sadolari yiroqlarga ketdi. U shahar ichidagi xaloyiqni cho'chitibdi. O'diqib, put ko'ygan to'qudek tipirlab qolgan yog'iy jon tolishib, qattiq qarshilik ko'rsatdi. Bugun qilingan 2 qitimlik hujum natijasiz bo'ldi. Yep qovuqqa urilish, egiz sepilga chiqish oson bo'lmadi. Chiqim jiqroq bo'ldi. Qo'shin bugun kecha ati bir kun tayyorlik qilib, kechasi hujum qilmoq bo'ldi. Asosiy tayyorlik sepilga chiqish tayyorligi bo'ldi. Atsi tun yarmida 3-hujum untinsiz boshlandi. Alohida tayyorlangan 4000 fidoyilar qo'shini 4 sapda sepilga tang yomashdi. Ular osta qo'yilgan uzun shotilardan avaylab chiqib, sepil to'pisiga etildi. Goylari kayniga domulab ketdi. Lekin ko'pchiligi sepilga chiqdi. Keyin yuzlagan shotilardan to'manlagan qo'shin biroqli sepilga chiqdi. Dahshatlik sepil janga boshlanib ketdi. Sharaq-shuruq, jaloq-juluq, voydot ovozlari
yiroqlarga anglanib turdi. Ana, erkin o'zining qaroqchi qo'shinini boshlab, sho'tida chiqib ketib boradi. Orqasida Qovul. Ular chiqibla jangga kirishib ketdi. Erkinning talabi bo'yicha Bug'roxon bir qism qaroqchilar bilan jangga qatnashishga ruxsat qilgan. Uningga Qovulni qo'shib bergan edi. Erkin qo'shini qayerda jang ig'ir bo'lsa, shu yerga o'zlarini etib, o'ngga siljib ketdi. Ular sabdoshlarini o'rib olgan bir to'p yog'iychiliklar bilan ilishib, ularni qo'g'lib etdi. Ular karomat, boturlik bilan urushatdi. Bo'libmi Qovul. U oldiga kelganni qilish bilan, yondan kelganni mush bilan, kayniga kelganni tepik bilan urib yiqitdi. Uning tavari qilichi tekkan yog'iy qilichi ikki parcha bo'ladi. Odam yiqilmay turolmaydi. Ular urusha, o'zlariga o'xshashmaydigan kishilar orasiga kirib qoldi. Tam atoyi deb qolgan. Bayqab qarasa, sol biligida o'zlarininkiga o'xshash oqlati bog'liqlik sheriklar turibdi. Keyin bularning Abu Ali qo'shini ishkaligini bildi va ularga yordamlashib, urushga kirishib ketdi. Ular urusha ilgirlab borsa, bir yerda 10-15 Abu Ali qo'shinining cheriklarini bir to'p yog'iy cheriklari o'rib elib urushib etibdi. Yog'iy qistab yiqillashmoqda. O'rilib qolganlari qiyin ahvolda qolgan bo'lsa-mu, g'ayrat bilan urushatdi. Uning ichida yo'g'on gavdilik, egiz bo'yliq bir cherik bilan yana bir jo'g'i kichikroq, boshliqsimon bir odam g'azab bilan urushib, yog'iyni to'siydi. Yo'g'on cherik Horvining sho'tisi bo'lsa kerak. Yo'g'on bir yog'och qaltak bilan yog'iy cheriklarini birini uribla yiqitdi. Jo'g'i kichik odam bo'lsa, bak chabdaslik bilan qilich o'ynatdi. Erkin Qovul bilan o'rib olgan yog'iy cheriklarining halqasini bo'sib yerib ichiga kirdi va qadosh cheriklar bilan birlikda jangga kirishib ketdi. Erkin qilichini o'ynatib, har bir urganda birini yiqitib turdi. Qovulning tavarruk qilichi bo'lsa, tekkan narsasini soq qo'ymaydi. Yuz ko'zlari qor bo'lib ketgan, kiyimlari yirtiq Qovul bovusi o'rgatgan qilichvozlik hunarini mohirlik bilan ko'rsatdi. U o'rib kelayotgan bir bilik yog'iychiligini bo'lib olib, urushga boshladi. Jo kichik boshliqning chaqqon urishayotgan erkinga ko'zi tushganda, uning ko'z oldidan qandoqdir bir tunish odamning tunish qilich o'ynatishi lop qilib o'tib ketdi. Ular qaysarlik bilan jang qilib, yog'iy halqasini buzib chekindirib ketib borganda, eliqi yo'g'on odamning "Erkin! Voy Erkin! Men qarang!" degan ovozi angladi. Erkin burilib borsa, u kuchqida holsirab yotgan jo'g'i kichik boshliqqa qarab, andishi bilan so'zlayotgan ekan. U berib, meni chaqirdingizmi? Qayeri yordar bo'ldi?" deb so'radi-da, qarasa, yuzlari loy to'pi bilan to'nug'isiz bo'lib ketgan jo'g'i kichik boshliqning o'ng maydasidan chiqqan qon kiyimlaridan o'tib, chiliqlab ketibdi. "Balbig'ingizni yirting!" dedi Erkin ko'zini yordadan olmay turib va uning kiyimini yirtib, yorini ochdi-da, cho'chib ketdi. Qarasa, u ayol ekan. U darhol o'zini tutib olib, cherikning balbig'i bilan yorini tangdi. Uning yuragi tuyuqsizda so'qib ketdi. U diqqat bilan yordorga qaradi. Uning yordorning bir yerlari tunishdek sezilib ketdi. U oldirab yordorning bo'ynini silab, avval yeppi. Keyin bo'g'izig'i esiqliq, onasi barbichi mo'may esib qo'ygan 3 burjak to'marni topdi. Tunish to'marga ko'zlarini chak-chak deb qaradi-da, "Bu qunduzg'u?"
dedi erkin va ixtiyorsiz Qunduzning quchoqladi. U Qunduzning yuzidagi loy to'pini qo'llari bilan surtib so'zlaydi. Qunduz, ko'zingizni iching, men erkin. Omonqul cho'chib ketdi. Siz erkin akammi? dedi erkinga. Keyin Qunduzga qarab, Qunduz aka, ko'zingizni iching, erkin akam keldi, dedi. Qunduz ko'zini asta ichib erkinni ko'rdi va ko'zlariga ishonmay o'zini orqasiga tortdi. Men erkin Qunduz. Qunduz mag'dursiz qo'llari bilan erkinning bo'yniga gira soldi. Yuzini erkinning yuziga yoqdi. Uning yumuq ko'zlaridan yosh monchoqlari do'milaydi. Yog'i, dedi Omonqul qo'li bilan o'rab kelayotgan yog'i chiriklarini ko'rsatdi. Siz Qunduzga qarang, dedi erkin Omonqulga va yerdagi qilichni ilib yog'i chiriklariga etildi. U bostirib kelayotgan 6-7 yog'i chiriki bilan elishib ketdi. Erkin hozir balodan qo'rqmaydi. Uning jini Qunduzi g'ayratiga g'ayrat qo'shgan. U cho'gilab yurib, yog'i chiriklarining nayza qilichlarini qaytardi. Ishki yog'i chirikini yiqitdi. Lekin yog'i yana qistab keldi. Bo'ldi, siz bering, dedi Qunduz Omonqulga. Berib, erkinga yordam qiling. Omonqul yiqilgan yog'i chirikining nayzasini ilib yog'iga etildi. Hoyt degicha bir necha yog'i chiriklar yiqildi. Qunduz o'milab berib, Harvining choqiga yomishib ko'tarildi. Harvining ustidagi bir kaltakni ilib mangmoqchi bo'lgan edi, dalduginib yiqilay deganda choqqa yo'lini oldi. U ko'zlarini ichib qarasa, 2 nafar yog'i chirki erkinni qistab kelib etibdi. Qunduz kaltak bilan birsining orqasidan beshiga birini solgan edi, chirik cho'gilab berib yiqildi. Qunduz, siz o'zingizni saqlang, dedi erkin va yana hujum qilib kelayotgan 5 nafar yog'i chiriki bilan elishib ketdi. Erkin yog'i chirikining birini o'ldirdi, birini yordar qildi. Shu orada bir yog'i chiriki erkinning orqasidan nayza urgan edi. Buni ko'rgan qovul etilib kelib, chirikning bo'yniga chepib, beshini tenidan juda qildi. Qolganlarini urib qo'g'lab etdi. U endi erkin tarafga buralgan edi. Qo'lidagi sunuq kaltak bilan besib kelayotgan 3 yog'i chirikiga qarshilik qilib, kayniga chekinayotgan Omonqulni ko'rib, u yoqqa etildi. Bir pastala yog'i chirikini qilichidan o'tkazdi. Ishkilisi tang yugurib borsa, erkin sol ko'ksidan qon oqqan. Yo'g'on ko'zlarini yumgan holda untinsiz Qunduzning quchqiga yetibdi. Qunduz erkinning yuz ko'zlarini silab, bo'qildab yig'laydi. U so'z qila olmaydi. Qovul bilan Omonqul erkinning oldiga tizlandi. "Erkin aka!" dedi Qovul qo'llarini so'zib. Erkin javob bermedi. Uning lavlaridan kulimsirash sezilib turadi. Do'stlar yig'lashdi. To'yiqsiz ko'tarilgan urra ovozi bularni cho'chitib etdi. Bu qovuqdan ishkirga, sepildan tuvanga qarab hujumga o'tgan tumanligan bug'ra qo'shinining jangovar ovozi edi. Erkinning qurbon bo'lishi bug'ra qo'shinining bir cho'ng yo'qotishi bo'ldi. U sharaf bilan ketdi. Aslidagi bir qo'nqulning Ustuq Bug'raxonning qo'g'dug'tisi bo'lib kelib, Samarqand sepili ustida yog'i bilan jang qilib, qahramonlik bilan shahid bo'lishi haqiqatan cho'ng sharafli ish.
ishini echindirg'ini Qunduz 6-7 yildan beri talmirib kutgan qadinosini topdi-yu, lekin uningdan ayrilib qoldi. U erkinni ko'rib, yuragi yerilg'udek xush bo'lgan edi. U bundaq baxtsizlik bo'lar deb o'ylamagan edi. U o'zlarining qutqizuvchisi, peshvosi Bug'roxon bilan ko'rishganda, o'z yurtiga qaytganda erkin bilan birga bo'lolmadi-da. Izzat. Oh, Izzat. Bak armon bo'ldi. U yig'ladi. U ko'zlaridan oqqan alamlik yoshlarni to'sishga qodir emas edi. O'zining qahramon boshliqidan ayrilish hovlini bak qiynaydi. Omonqulning mehribon ojisi ig'ir baxtsizlikka duchor bo'ldi. U erkin bilan tonish emas edi, lekin uni bilatdi. Endi erkinning o'zi o'ylagandan ortiq qaysar odam ekanligini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Mushundaq do'stidan ayrilib qilish Qunduzga qanchalik ig'ir bo'lib atganligini u obdan tushunatdi. Omonqul Qunduzni Bug'roxonlarga, erkinga omon eson uchrashtirishga chin dilidan qasam qilgan edi. Qunduzning yordar bo'lg'ini uni qattiq andishiga soldi. Lekin Qunduz omon qoldi. Erkin bilan ko'rishdi. Biroq darhol ayrildi. Nima degani echinishlik. Omonqul Qunduzning bu echinishlik holini o'ylaganda yuragi azoblanadi. Omonqul Qunduzni qiyin vaqtlarda qo'g'dab qoldi. Agar u bo'lmaganda somoniychiliklari Samarqandga elib kelish yo'lida Qunduzga azob selishi, balki yo'qitib etishi mumkin edi. Ergashbay Qunduzni yo'shirin qochirganda Omonqul o'ziga erkin deb yangi ot qo'yib olgan bu qadrlik otisiga, yo'q, okisiga hamroh bo'lib cho'l jaziralarda osrab Buxoroga, Abu Ali Amirning yiniga elib bordi. Qunduz aranchi yozinishni o'zgartmay, chirik bo'lishni iltimos qilganda, Abu Ali rad qilmay, uni mingboshi qilib qo'shinga avatdi. Omonqulni qoruvchi qilib billa avatdi. Abu Ali qo'zg'olon qilib Samarqandga yurish qilganda, Omonqulga Qunduzni obdan asrashni jekiligan edi. Omonqul Qunduzni rost ojisidek yaxshi ko'rib asrab keldi. U Qunduzning tarbiyasida o'sib, yangicha odam bo'ldi. Qunduzning ko'ngil, oliyjanob xislati Omonqulga bak cho'nqur ta'sir qilgan edi. Hozir Omonqul boldirqi go'dak tarixchi bolasi emas. U Bug'roxonning nima uchun Somoniylarga qarshi ishkanligini tushunatdi. Qunduzmi bu sodda, ziyrak, polvon tarixchi yigitni ko'nglidan yaxshi ko'ratdi va o'z inisidek mehribonlik qiladi. Shunday qilib, bularning orasida cho'nqur, samimiy, do'stona muhabbat paydo bo'lgan edi. Qovul bilan Omonqul erkinning jasadini bir taxtayga silib, dolularga ilib, yavash qadam tashladi. Qunduz orqasidan bir qo'li bilan yordar maydisini, yana bir qo'li bilan taxtayni tutib, bosh aytgancha mangdi. Uning kaynidan erkinning qoruvchi cheriklari mangdi. Ular sepildan tövallidi va shahardagi g'olibiyat tantanasiga nazar soldi. Bug'ra qo'shin Mansur ordusiga qarab saldak oqmoqda.
jahonni zilzilaga keltirgudek qudratli urra ovozi borgancha avj olmoqda. Orda ola to'pilan. Mansur oldiga kelganni tillab varqiraydi. U cho'ng saroyda qalaymaqam pirqirab yuradi. Kayni-kaynidan shum xabarlar kelib turadi. Buğra qo'shinlari sepil qovoqda kirdi. To'singlar, o'ldiringlar. Ular sepildan tushdi. To'singlar, yo'qitinglar. Ordiga yaqinlashdi. Sardor qani? U qani? Ularni to'sin. Sardor bir qism cheriklar bilan qovoqdan chiqib, yog'iy sepini yerib o'tib ketib ketdi. U xoin, mal'un. Mansur berib, taxt oldidagi supida parishon o'ldirdi. Orda og'zi osta berib, uning yengidan tortib, ishkirga sharat qildi. Chatrak o'ltirgan bosh vazir buni bayqab qoldi. Mansur orda og'zi bilan orqaga qarab, urkib ishkira mengishdi. Bosh vazir putining uchi bilan dastlab ularning orqasidan mangdi. Buğra qo'shin o'ga so'ran silib o'rtaga besib kirdi. Ana, bo'taloq to'man boshi bir bilik cheriklarni agashtirib, cho'ng saroyga kirdi. Qarasa, Mansur yo'q. U ishkir mengib taxt saroyga kirdi. U berib, cheriklarning yordami bilan taxtni o'rgan edi. U yerdan yer ostiga qarab ketgan bir yo'lning og'zi ko'rindi. Egizning yanida bosh vazir xirqirab jon tolishyotdi. Uning ko'kragida xanjar sonjilib tik turadi. "Attam, qechibdi-da", dedi bo'taloq to'man bosh va g'azab bilan yonto yotgan taxtga qilich urdi. Taxt ikki parcha bo'lib ketdi. Shaharning teshida yulg'un shivoqlar qoplab ketgan keng zaratgohlikdagi bir shom go'rining og'ziga tizilgan qishlarni ichidan birsi bir-birlab ilayotganligi ko'rinib qoldi. Qishlar ilinib, go'rining og'zi echildi. Go'rdan ikki tarixchi chiqib, atrofni birpas bayqab o'ltirdi. Keyin atrofga sapsilib, orqa-orqadan yo'rg'ilab yurib ketdi. O'rdada o'g'u suran avj oldi. Shaharda g'olibiyatni tantana qilish sadolari yangradi. Bir vaqtda to'yuqsiz chilingan, jang oyoqlashganligini bildiradigan kanay ovozi bilan o'rdu. Shahar shippida bo'lib, varang-churung to'xtadi. Butkul shahar diqqat nazarini yuqorisiga qaratgan. 3 cherik, orqasidagi 10 cherik bilan o'rda kendikidagi munarga qarab ko'tarilmaydi. Ana, ular munarga tog' esishga boshladi. Tog' esilib bo'ldi. Butkul shaharda urra ovozlar ko'tarildi. Hamma joyda cheriklar sakrashdi. Quchoqlashdi. Issiq yoshlar to'kildi. Qaraxoniylar davlatining 9 putoqliq sholliq davlat tog'i Samarqandning ko'k osmonida erkin yelpildaydi. Butkul elga jakarlaymizki, ulug' Qaraxoniylar xonadonligi tavallikida Samarqand xonligi qurildi. Samarqand xoniga nemishqa o'z kishimiz qo'yilmaydi ekan. Mavloni bin Habibullah bosh o'lchilikqa yaramaydi. Bularni o'rda oldida qovulni izlab turgan yeridan ilib keldi. Mardona qovulni tunib oldi.